2026 yilda Daewoo kompaniyasi o'zining mashhur kichik avtomobili Daewoo Tico'ning yangilangan versiyasini taqdim etdi. Ushbu model o'z vaqtida shahar ichida yurishga eng qulay, tejamkor va ixcham avtomobil sifatida mashhurlikka erishgan edi. Endi esa 2026 yilgi Tico o'sha klassik dizaynni saqlab qolgan holda zamonaviy texnologiyalar bilan qayta tiklandi. Yangi Tico o'zining kichik o'lchamlari tufayli tor ko'chalarda ham juda qulay harakatlana oladi. Oldingi modellarga qaraganda kuzovi yanada mustahkam, aerodinamik ko'rinishga ega. Old faralar LED texnologiyasi asosida ishlaydi. Orqa chiroqlar esa zamonaviy dizayn bilan bezatilgan. Salon ichki qismi oddiy, lekin qulay tarzda yaratilgan. Kichik hajmli ekran, raqamli panel va Bluetooth bilan jihozlangan audio tizimi mavjud. Iqlim nazorati tizimi avtomobil ichida yoqimli muhitni saqlab turadi. 2026 yilgi Daewoo Tico 1,6 litrli benzinli dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi atigi tort 5 litr atrofida. Bu uni juda tejamkor shahar avtomobili sifatida ajratib turadi. Bundan tashqari ishlab chiqaruvchi ekologik toza elektr versiyasini ham ishlab chiqmoqda. Bu esa kelajakda yanada katta qiziqish uyg'otishi kutilmoqda. Xavfsizlik jihatidan Tico endi old havo yostiqlari, ABS tormoz tizimi va barqarorlik nazorati bilan ta'minlangan. Shu bilan birga avtomobilning og'irligi yengil bo'lib, boshqaruv qulayligi oshgan. Daewoo Tico 2026 yilda retro uslubini saqlagan holda zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashgan ideal shahar avtomobili sifatida qaytdi. U oddiylik, tejamkorlik va ishonchlilikni qadrlaydigan haydovchilar uchun juda mos tanlov hisoblanadi.